juda ham ko'plab hududlarimizda 25-27 darajagacha hatto ko'tarilishi mumkin. Hafta o'rtalariga kelib mana uni ham yechishimizga to'g'ri keladi, kostyumni ham. Hattoki o'zingizni yengil kiyimda ham sal diskomfort his qilar ekansiz. Afsuski qishloq xo'jaligimiz zarbalar qabul qiladi. Xavflar baribir bor. Anomal degan so'zni hech qachon esdan chiqarmasligimiz kerak. Bu shunchaki o'ylab topilgan so'z emas. Uzoq yillar davomida kuzatilmagan va kamdan kam kuzatiladigan va buni orqasida albatta oqibatlari bo'ladi degani. Qishloq xo'jaligi va dehqonlar uchun ob-havo ma'lumotlarini berishda davom etamiz. Erkin aka, assalomu alaykum. Demak, kelayotgan haftalarni kutishyapti odamlar. Albatta bahor keldi desak bo'ladi, to'g'rimi? Gulladi, bug'doylar ham rivojga kirdi. Demak, hamma namgarchilik, toshqinlar, chaqmoqlar, yomg'irlar yog'ayapti va kelayotgan haftalarda bu davom etadimi o'zi va undan keyin sovuq xatarlari bormi? Shuni bilishni xohlashyapti. Ko'proq izohlardan olyapman va mart oyida vaziyat qanaqa? Assalomu alaykum, Respublika Fermerlar kanali kuzatuvchilari. Siz savolingizga javob, bizda hozirgi holat to'liq bahori o'rtalarida uchun mos kelyapti, ya'ni bajarilyapti. Barcha shartlar hozir bahor uchun bajarilyapti. Faqatgina nima yo'q, qaldirg'och hali kirib kelmadi, baribir. Turnalar uchib o'tdi, bo'ychechaklar ochildi, juda ko'p hududlarimizda daraxtlar, bodomlar qiyg'os gullayapti. Adirlarda yashillik burkanish bor va bu o'z-o'zidan aldamchi bahorga ham o'xshayapti. Nimaga? Chunki fevral o'rtasida va bu yoq bizda oldimizda mart oyi turibdi. Mart oyida hech qachon barqaror oy boshidan oxirigacha bir xil issiqlik bo'lmagan. Bir issiq, bir sovuq, bir issiq sovuqlar va qaysidir sovuq havo oqimi balkim ehtimoliy mana shu qishloq xo'jaligiga mana shu hozir ancha erta vegetatsiyaga kirib qolayotgan hozir kamida biz hozir Kamolnoga adashmasam bir oy oldinda ketyapmiz-da me'yorga nisbatan. Mana qishloq xo'jaligimiz daraxtlari gullashi, masalan, mana bug'doy o'zingiz ham ko'ryapsiz, umuman qishki tinim davriga kirgani yo'q hisobda. Endi kirdi, bir 10 kun, 15 kun kirgan bo'lsa, boshqa hududlarni mana hozir pottillatib, hozir asosiy naychalash deymizmi, boshqa fazaga ham o'tib ketib qolyapti. Aprelda o'tish kerak bo'lgan nimalarga, fazalarga va oldimizda agar masalan mart oylarida bitta sovuq bo'lsa, kechqurunlar -5 ga masalan tushish ehtimoli bo'ladigan bo'lsa, afsuski qishloq xo'jaligimiz zarbalar qabul qiladi. Demak, mana o'zi daraxtlar ham gullaydigan holatga kelib qoldi. Endi keyingi hafta Xudo xohlasa gullasa kerak. Va suv omborlarida vaziyat qanaqa o'zi? Ko'plab mana hududlarda qor yomg'irlar yog'di, lekin Chorvoqdan ko'plab xabarlar kelyapti. Suv kam bu yo'lda, xavotirlar bor. Toshkentda bu o'rik adashmasam mana shu daraxt o'zi ham o'rikki gullashini o'rtacha muddati shu Navruz bayramlariga to'g'ri keladi. Ya'ni hozir bir oydan keyin gullash kerak. Endi mana shu haftada hozir kutilmalarimiz hozir anomal issiq hafta desak ham bo'ladi haftani, chunki o'rtacha sutkalik harorat orqama ketdim 5 kun 12-10 darajalik hududlarimiz ham bor. Ya'ni 8-10 me'yordan yuqoridimi? Me'yordan yuqori, o'zining me'yori bor. Mana shu hudud, har bir hududda ana shundan hozir 8 daraja har kuni ketma-ket ko'tarilib ketyapti va tungi haroratlar endi yuqori. Iqlim o'zgarish sharoitida bizda kunduzgi muddatlardan ko'ra tungi haroratlarning yuqori bo'lib ketishi albatta ertaroq uyg'onish davrini ta'minlab qo'yadi va mana haftaning o'rtalarida biz xaritalarni ham joylayapmiz. Chorshanba, payshanba kunlari juda ham ko'plab hududlarimizda 25-27 darajagacha hatto ko'tarilishi mumkin. Ayni voha hududlarimizda qizil ranglarni beryapmiz. Hafta boshi biroz mana hozir o'shaning ta'siridamiz. Bu ham aslida qulay ob-havo muhiti. Kishilar salomatligi uchun bemalol yengil kiyinasiz, lekin hafta o'rtalariga kelib mana uni ham yechishimizga to'g'ri keladi, kostyumni ham. Hattoki qaysidir muddatda, adashmasam payshanba kuni kunduzgi Samarqand, Qashqadaryo, mana bu Surxondaryo viloyatlarida o'zingizni yengil kiyimda ham sal diskomfort his qilar ekansiz va umumiy ma'noda demak haftamiz issiq va quruq. Hafta boshlarida yomg'ir bor, buni ham ko'rsatamiz. Bug'doyga amofos ololmagan fermerlar uchun RG Agrodan Rossiyaning suyuq amofosi. Bunaqasini boshqa joydan topa olmaysiz. Hafta boshlarida yomg'ir bor, buni ham ko'rsatamiz. 17-fevral bilan 16-fevral oralig'ida 2 kunlik uchun asosan shu Samarqand, Qashqadaryo va Toshkent viloyatlarida qisqa muddatli sel suv toshqinlari bilan bog'liq hududlarimiz bor. Masalan, Samarqand Nurobodida, Qo'shrobodida yoki Qashqadaryoning Chiroqchi tumanlarida bor va Toshkent viloyatining Parkent hamda Bo'stonliq tumanlarida qisqa muddatli sel suv toshqinli yomg'irlar bor va shu bilan hafta quruq o'tishini va dam olish kunlariga kelib O'rta Yer dengizidan o'tayotgan nam havo oqimi, hozir Turkiyadan o'tayotgan bir chekka qismi ayrim hududlarda qisqa muddatli yomg'irlari ko'p emas. Berib o'tishi mumkin ekan va kelayotgan 10 kunligimizda ham yog'inlar kam. Faqatgina o'sha nimani oxirlarida, fevral oyining oxirlarida bir yaxshigina quvvatli nam havo oqimi kirib kelsa kerak hozirgi kutilmalar bo'yicha va umumiy ma'noda fevral oyimiz hozir kutilmalar bo'yicha biz o'sha 3-10 kunlikda bitta sovuq oqimini
kutgan edik. Eslasangiz biz prognozlarimizda va oylik prognozlarimizda hozir shundoq ham 15 kunlikda deyarli hamma hududlarimizda me'yordan yuqori shimoliy hisobga olinmasa, me'yordan yuqori harorat kuzatilyapti. Mana bugun kecha ko'ryapmiz 10 daraja chetlashib o'tdi Toshkent shahrining o'zida. 8-10 daraja. Bu nima degani? Bu nima deydi? Aprel o'rtalaridagi vaziyat degani. Hozir shunday aprel o'rtalaridagi haftaga hozir to'qnash kelamiz. Mana shu haftada va mana shundan kelib chiqib albatta qishloq xo'jaligi mas'ul tuzilmalar juda yaxshi biladi aprel oyida o'zi nima qanaqa bo'lgan. Va mana shu holatlarda xavflar baribir bor. Anomal degan so'zni hech qachon esdan chiqarmasligimiz kerak. Bu shunchaki o'ylab topilgan so'z emas. Uzoq yillar davomida kuzatilmagan va kamdan kam kuzatiladigan va buni orqasida albatta oqibatlari bo'ladi degani. G'ayritabiiy degan so'z ayniqsa ob-havo sohasida aytildimi, orqasidan nimadir bo'ladi. Nimadir oqibat yuzaga keladi. Ana shu oqibatga ana shu oqibatlari xavfliligini kamaytirish uchun albatta mas'ul tuzilmalar, nafaqat mas'ul tuzilmalar, balki bizni ko'rib turgan o'sha bog'dor deymizmi, dehqon deymizmi? Chunki asosiy xavf hozir qishloq xo'jaligiga bunaqa isib ketish birinchi qishloq xo'jalik tarmog'imizga katta xavf tug'diradi va bizni o'zi missiya ham Respublika fermerlar kanalini o'zi kuzatuvchilari ham asosiy shuni hisobga olib, albatta o'zlari bilishadi. Masalan, kimdir tayyorgarlik ko'rib qo'yish kerak. Kimdir nimadir rejalashtiryapti. Va suv omborlaridagi vaziyat. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda nimada Chorvoq suv omborida kritik nol holatga tushib qoldi deyilyapti. Biz kecha Suv xo'jaligi vazirligidan ma'lumot oldik. O'zi umuman O'zbekiston Respublikasidagi mavjud bo'lgan suv omborlari va qo'shni tog' mamlakatlaridagi suv ombor ma'lumotlarini 14-fevral holatiga Chorvoqda 800 metr kubga yaqin suv bor. Bu o'zi 2 kilometr kub, sizni ko'zingizga juda ham kam ko'rinadi, 800 kamdir aslida va bu tabiiy har yili bo'lib kelgan. Qish oylarida biz maksimal suv tashaymiz. Nimaga tashaymiz? Birinchidan elektr energiya ishlab chiqaramiz, ikkinchidan qishloq xo'jaligi mana endi issiq iqlim isish davrlarida bug'doylarimiz Toshkent viloyatining bug'doylari uyquga ketmagandan keyin unga suv berishingiz kerak. Ayniqsa mana bu biz noyabr oylarida qattiq to'qnash keldik qurg'oqchilikka. Bu paytda biz katta suvni qo'yib yubordik va hattoki mana hozirgi holatda ham rejali suv qo'yib yuborishlar bo'lyapti. Shuni hisobiga suv qo'yib yuborishdi. Bu yomon emas. Nimaga? Chunki sel suv toshqinlarida mana ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'rishgan bo'lishsa, mana shu Qirg'izistonning Chotqol, bizdan o'sha Toshkent viloyatining Chotqol daryosi oqib keladigan tumani bor Jalolobodda. Va shu yerda bir kunda mana kechagi yomg'irda, mana shu payshanba juma kuni 1 sutkani o'zida, 2 sutkani o'zida 1 oylik yomg'ir yog'ib qo'ydi va erta qor ko'rinishida yog'di, yuqori tog' 2 kilometr yuqorida qishloqlarni qor bosib qoldi. 1,5-2 metr bir kunda qor yog'di. Bir kunda o'zi nol edi, qor yog'maganda, bir kunda o'zida 1 metrlik, 1.2 metrlik qorlar qishloqlarga yog'di va uni hozir erishi bizni Chorvoq suv omboriga o'sha yerdagi erigan suvlar hammasi Chotqol daryosiga tushib, bizni Chorvoq suv omboriga yetib keladi va bu paytda albatta Chorvoq suv omborini maksimal quritishimiz kerak. Qo'shtirnoq ishida tayyorgarlik ko'rish kerak. Tayyorgarlik kirish, chunki orqadan katta suv kelib biz uni to'ldiradigan bo'lsak, dambaga xavf bo'ladi. Bu juda ham katta o'sha favqulodda nimalarni vaziyatlarni keltirib chiqarishi mumkin va xavotirli joyi yo'q demoqchiman. Va boshqa suv omborlari bo'yicha ham ko'ryapmiz. Ayniqsa Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryo ayrim suv omborlari oxirgi 3 yillikdagi eng yaxshi suv bilan bog'liq vaziyatga ega ekan. Ayniqsa Oqdaryo, To'palang suv ombori ham oxirgi 3 yillikdagi eng yaxshi suv hajmiga ega hozir. Va umuman olganda biz ko'ryapmiz, o'tgan yilga nisbatan vaziyat kam, ya'ni suv omborlaridagi suv holati kamroq, lekin undan oldingi 2 yilga nisbatan yaxshiroq. Umumiy hammasini o'rtachalashtiradigan bo'lsak, xudo xolasa bu yil suvdan dehqonlarimiz unchalik qiynalishmaydi. O'tgan yil endi qiyinchiliklar bo'ldi, ayniqsa vohada. O'tgan yil biz yaxshi suv eng yaxshi 2-3 yillikdagi eng yaxshi suv holati bilan qiynaldik. Undan oldingi yil yaxshi bo'ldi. El Niño davrida shu suvlar erib, suv havo shunaqa bo'lib qoldi. Bitta daryoning o'zida 4 ta 3 ta suv ombori bor-da. Unisi tashlasa, bunisi to'ldiryapti, bunisi tashlasa, shuni o'zi 1 yilni olyapti vaqti. Shuni hisobiga biz 2025-yil yaxshi vaziyat bilan kirganmiz. No, yilimiz qurg'oqchilik keldi. Mavjud bo'lgan yomg'irlar yog'ib bergan yo'q. Biz suv ombordagi anomal may o'zida eslasangiz, issiq bo'ldi. Shuni hisobiga nima deydi? Suv ombordagi mavjud bo'lgan suvni to'kib, noyabr oyida qurg'oqchilik bo'ldi, dahshatli va shu noyabr haqiqatan biz ko'rsatuvlarimizda kritik holatga kelib qolganini aytdik. Mana dekabrda yoqqan yomg'irlar, masalan, qorlar yoki mana yanvarda, mana fevralning yarmigacha yaxshi yog'di va bu yog'i endi sal quruqroq. Aytganim, sal quruqroq deganingiz yog'ingarchilik bor, to'g'ri? Mana xaritalarimiz bor. Taxminan 40 millimetrmi? Shu mana shu 15 kunlikda, 14 kunlikda taxminiy 40 millimetrli, 50 millimetrli yomg'irlarimiz tushadigan hududlarimiz bor. Lekin bu
masalan biz ana o'tgan haftada ko'rgan fevralda yoki yanvarda ko'rgan qaysidir muddatlardan ancha kam, masalan 15 kunlikda hisoblaydigan bo'lsangiz, o'tgan yillarga nisbatan, yo'q, oxirgi oylarga nisbatan. O'tgan yilga ham nisbatan endi kelayotgan nima? Endi oy boshidagi o'zi balansni to'ldirib bo'ldi. Ayrim hududlarimizda 1 oylik yomg'ir o'zi 2 sutkadan ham yog'ib qo'yadigan hududlarimiz bo'ldi. Fevralda juda ko'p hududlarimiz o'zi me'yoriy yomg'irlar yog'ib bo'ldi. Lekin ayrim hududlarimizda yog'magan, hali to'lmagan, reja to'lmagan, lekin shunda ham oxirdagi biroz yog'ingarchiliklar o'zi mana oxirida 3 ta oqim kirib keladi bizga. Mana hozirgisi, mana hozir o'tyapti. Kichkina quvvati buni ham. Dam olish kunlari bor va keyin oy oxiridagi quvvat yaxshi. Ya'ni 26-27-chi. Demak, orada bir 10-15 kun yog'ingarchilik bo'lmay turadi, to'g'rimi? Kam bo'ladi. Endi hozir aytmoqchimanki, dehqonlar zaliga chiqisha olmayapti. Ko'p joy loy, texnika ishlaolmayapti va o'sha paytda hozir o'g'it bera olmadi ko'pchilik, aytib o'tish kerak. O'g'itlarni shu paytga tayyorgarlik ko'rib, o'g'it olmaganlar o'g'itlarni olib, o'g'it sepish kerak. Va dala ishlari uchun Kamoliddin aka hozir mana ob-havoni o'zi ham fermerlarga bir signal beryapti, ishlagin deb. Nima deydi? Ishlash kerak, chunki qurishni boshlaydi. Bu anomal issiq aprel oyining o'rtasidagi hozir quritib yuboradi yerni. Shuni hisobiga ishlash qanaqadir qishloq xo'jalik tadbirlari sekin boshlanishi kerak. Yana qaytaraman, savollar tushyapti. Ekiylikmi kartoshkani deyapti yoki yerni chopishni boshlaylikmi deyapti. Chunki bu issiqda chopish kerak, ya'ni boshlash kerak. Azaldan ajdodlarimiz bunaqa issiqda chopishgan. Uzr gap. Xaritada ko'ryapmiz, qizarib, anomal demak, to'q anorang bo'lib yotibdi va daraja 10 dan pastga tushmaydi va yuqorisi 30 darajagachami shunda? Qarang, o'rtacha sutkalik haroratdan kelib chiqib biz rejalashtiramiz hamma narsani. To'g'ri, maksimal harorat xalq tili uchun kerak, lekin o'rtacha sutkalik haroratni o'zi masalan 6 darajadan orqama-ketin 3 kun 4 kun bo'lsa, bug'doyingiz uyg'onib ketadi. Yoki mana daraxtlarimiz 11 darajadan yuqori bo'lib ketsa, 4 kun gullaveradi. Shuna qoida bor. Hozir shunda ham 18-17 kutilyapti. Mana kunduzi 25, kechasi 15 dan past emas, 20 liklar ham bor, 22 ham bo'ladi-da. Bu paytda hamma narsa pars yorilib deydi-ku, ani gullaveradi. Shuni hisobiga baribir ehtiyotkorlik bilan biz qishloq xo'jaligini yuritishimiz kerak. Mana bizning o'zimizning bot kanalimiz bor. Har doim ma'lumotlarni yuklab, o'zingizda kutayotgan 5 kunligingiz uchun vaziyatni ko'ringda va uzoq muddatli ob-havo prognozlarini ham baribir qanaqadir o'zingizning ob-havo xizmatingizga bog'lanasizmi? Chunki mart oyimiz baribir riskoviy oyimiz turibdi. Endi har xil hududlar uchun har xil sovuqliklar ta'sir qilishi mumkin. Shundan kelib chiqib baribir 15 kunlik, 1 oylik rejalarni puxta qilib, sekin qishloq xo'jalik ish tutimiga o'tishingizni tavsiya qilamiz biz endi boshqa o'zi. Demak, endi ko'rsatuv oxirida Toshkent viloyatini gapirib o'tsangiz, shu izohlardan kelib chiqib va'da qilamiz. Toshkent viloyati umuman olganda nima deydi? Juda ko'p yog'ingarchilik kuzatilgani yo'q. Masalan, vohaga solishtiradigan bo'lsangiz, Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Jizzax deylik, yoki Navoiy, Buxoroga nisbatan juda ko'p emas. Me'yorida ketyapti yog'ingarchilik bo'yicha. Harorat bo'yicha endi gap so'z bo'lishi mumkin emas. Juda ham iliq qishni qabul qildik. Bu bitta Toshkent emas, hamma joy. Toshkent viloyatida o'zi nima deydi? Hududlar endi har xil tekisligimiz bor, tog'li hududlarimiz bor. Tog'li hududlarimizda qor yaxshi shakllanyapti. Mana kecha kuni ham o'sha Ohangaron tumanidagi o'sha Qurama deymizmi, Chotqol tog' tizmalarida qor haddan tashqari ko'p tushdi. 1 metrlik, 1,5 metrlik, 2,5 metrlik joylar bor. Masalan, Qamchiq dovonidagi juda katta oxirgi bir 10 yillikda deylik, tushmagan qor ko'chkisi tushdi, juda katta hajmda tushyapti. Tog'ga o'xshash hozir uyum bo'lib turibdi. Demak, havzalarda qor bilan bog'liq vaziyat yaxshi va kutilmalar nima deydi? Ko'p miqdorda, masalan, Surxondaryo, Qashqadaryoga o'xshagan juda ko'p miqdorda emas, no ko'p yilliklarga nisbatan me'yoriy vaziyat kuzatilishi mumkin. Ya'ni yaylovlarda o't-o'lanlar oldingi yillarga nisbatan, oldingi yillar o'zi quroqchilik kelyapti, bahorlarimiz. Shunga nisbatan biroz yaxshiroq bo'ladi. Va yog'ingarchiliklar ham o'zi mana yanvar, fevralda juda ko'p yog'ingarchiliklar kuzatildi Toshkent viloyatida. Toshkent viloyati endi nima deydi? O'zi shundoq ham suv resurslari bilan eng yaxshi ta'minlangan viloyat hisoblanadi. Ya'ni masalan Qashqadaryoga nisbatan, masalan boshqa viloyatlarga nisbatan xavotirlar, ya'ni qishloq xo'jaligiga bo'ladigan stress bu viloyatda mavjud emas. Ya'ni katta darajada mavjud emas. Ya'ni nimalar bo'lishi mumkin? Anomal issiqliklarda o'sha g'o'za gullari deymizmi, boshqalari qovjatishi mumkin, lekin suv bilan bog'liq kritik holatlar Toshkent viloyatida mavjud emas va yana bitta aytaman, o'sha Toshkent dengizi deymiz, Tuyabog'izda oxirgi 3 yillikda eng yaxshi suv shakllangan. Hozir kechagi statistik ma'lumotni ko'rdik. Oxirgi 4 yillikdagi eng yaxshi suv Tuyabog'izda bor, Toshkent dengizida. Demak, kuzatuvchilarimizga rahmat. Tanqidlarni yozib qo'yavering izohlarda. Biz bunga tayyormiz. Qo'ldan kelgancha javob beramiz. Rahmat. Sog' bo'linglar.